Bolalar olami o'z veb-saytining sevimli loyihasi efirda egizaklar. Yana siz bilan aziz kuzatuvchilar. Bizning bu sahifamizda o'zgacha mehr, samimiyat va ajralmas rishtalar mujassam. Har bir uchrashuvda biz egizaklarning hayotiga nazar tashlaymiz. Ularning orzulari, kulgusi, quvonchi orqali dunyoni bolalarcha go'zal ko'ramiz. Bugun sizni yana bir o'ziga xos hikoya kutmoqda. Bu galgi egizaklarning tarixi o'zgacha. Ularning ota-onasi maktab davrida bir-birining ko'nglini topgan sinfdoshlar. Vaqt o'tib, bu do'stlik sevgi bilan mustahkamlandi va mana endi ular hayotga ikki jozibali farzand, egizaklarni olib keldi. Bu hikoyaning zamirida esa yoshlik xotiralari, samimiy tuyg'ular va chin dildan qurilgan oilaning iliqligi yotadi. Ushbu hikoyani biz bilan kashf eting, ularga quloq tuting, qalbingiz bilan tinglang. Chunki bu nafaqat egizaklarning, balki hayotning o'zi yozgan go'zal bir ertagidir. O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayapman. Haliyam tanlamadingmi? Men tanladim. Nima? Registon maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Ismim Nigora. 1978-yil tug'ilganman. 4 ta farzandim bor. 2 o'g'il, 2 qiz. Kichkinalarim Hasan, Zuhra egizaklar. Kattam o'g'il, ikkinchim qiz. Eng kichkinalarim egizaklar. Endi egizaklar haqida gapirsam, egizaklarim 2008-yil tug'ilgan. Aprel oylarida tug'ilgan, 23-da. Endi egizaklarim tug'ilish jarayoni qiziq bo'lgan. Bilan 4 oyligida bilganmiz egizakligini. Oldin bilmaganmiz. 4 oylik vaqtda bilganmiz. O'zinglarda bilib qolganmiz. Xursand bo'lganmiz egizak bo'lganiga, xo'jayinim ham xursand bo'lganlar, egizak deb eshitib. Shu xursandchiligimiz, shu egizaklarimiz tug'ildi. Endi o'g'il qizligini bilmaganmiz, keyin bilganmiz, katta bo'lgandan keyin. Egizaklarimiz bor, xo'jayinimning oilalarida ham bor, o'zimizda ham bor, xolamlarda egizak bor, bularning amakisida egizaklar bor. Katta qilish qiyin bo'lgan, hammaga ham qiyin bo'ladi, shunchaki katta bo'lib qolmaydi egizaklardan. Qiynalganmiz vaqtiga. Xo'jayinim yordam berganlar, uydagilarimiz yordam berishgan, kichkina vaqti. Shu tug'ilgan vaqti qishloqqa ketganmizda buvilari, ikkita buvisi, onamlar, qaynonamlar yordam berishgan. Shunday qilib katta qilib olganmiz bularni. Keyin yana Qarshiga ko'chib kelganmiz. Xo'jayinim ikkalamiz katta qilganmiz. Kechlarga qarashib, o'zi yordam bergan. Endi harbiy bo'lgan, harbiy bo'lsa ham kechqurunlar yordam berardi baribir. Endi ikkalasi ikki xil xarakter. Birov og'irroq, keyingisi sal sho'xroq. Hasanim sho'xroq bo'lgan. Kichkinaligidagi rosa qiynalganman endi. Hasanim ko'p mazasi bo'lmay, shunday bo'lib, ishqilib ozroq qiyinchilik bo'lgan. Endi xarakteriga kelsak, egizaklarim ikkalasi ikki xil xarakterga ega. Hasanim pozitivniy, xushchaqchaq yigit. Zuhram og'irroq, bosiqroq qiz. Endi ularning o'zlarining orzulari, maqsadlari bor. Har bittasini men orzusiga qarshi chiqib, ana qilmayman. Hammasi o'zini yo'nalishida, o'zini orzulari sari intilyapti hozirgi kunda. Endi Hasanim yurist bo'laman deydi, Zuhram koreys tilini o'rganyapti, Koreyaga o'qish niyati bor. Hammasini omadini bersin. Men bularga hammasiga omad tilayman. Egizaklarim Hasanim ko'proq dadasi tarafga o'xshaydi. Qizim, Zuhra qizim biz tarafga o'xshaydi deymiz, endi bilmadim, balki dadasiga ham ketar. Hamma ko'proq o'xshatadi o'zimizga. O'g'lim lekin ko'proq dadasi tarafga ketadi, dadasiga o'xshaydi. 6 oyligida bular biroz mazasi bo'lmay qolgan. Esda qolganim shu, juda qiynalib, ana yotib qolgan bular. Shunda ozroq qiynalganman. Ikkalasi bir vaqtda bo'lgan, lekin Hasanim sal og'irroq kechirganda shu davrda. Shunga ozroq qiynalganman. Maktab davri Hasanim biroz sho'xroq edi, aytdim. O'qituvchilar doim aytardi. Shu o'g'lingiz sho'x, ko'p ana kuladi, ko'p ana qiladi derdi. Lekin Zuhram og'irroq edi.
Darsdan yaxshi ikkalasi ham. Yaxshi o'qiydi, darslarda yaxshi. Hech hali yomon narsa eshitmaganman bilan anaqasidan. Maqtashadi, yaxshi ikkalasi ham. Yoshlik, kichkinalik vaqtlarni ikkalasini bir xil kiyintirib parklarga, anaqalarga olib chiqardik bilan kichkina vaqtdan. Shu bir xil anaqa qilib qo'yardim ikkalasiga ham. Hamma havas bilan qarardi. Shu tomonlari baribir yoqimli egizaklarni katta qilish. Shu egizak bo'lganiga xursand bo'lganmiz, xo'jayinim ham o'zim ham xursand bo'lganmiz egizak bo'lib qolganiga. Endi bir o'g'il, bir qiz bo'lishini lekin bilmaganmiz, tasodifiy bo'lgan. Qarindosh urug'larimiz hech qaysiga ham aytmaganmiz. Tug'ilgunicha ham hech kim bilmagan. Tug'ilganda ham даже uyimda qaynonalarim ham hech kim bilmagan. Xo'jayinim tug'ilgandan keyin hamma bilaveradi deb hech kimga aytmagan. Bular tug'ilmasdan avvalroq hali umuman bular rejada ham bo'lmagan vaqtlari katta qizim bilan katta o'g'lim har doim ikkalasi anaqa qilishadi-da. Qizim oyim qiz olib kelsin deb og'min qilar dasturxon bo'yida. O'g'lim esa o'g'il olib kelsin deb og'min qilardi. Endi kichkina bolalar niyat amalga oshdi deb o'ylayman o'zim. Shuni bir o'g'il, bir qiz bo'lgan, ikkalasiga ham bo'lgan. O'g'limga ham, qizimga ham niyatlari amalga oshgan, ikkalari bo'lgan shunday. Katta qilishga onamlar yordam berishgan, qaynonam yordam berishgan. U vaqtda Xudo rahmatli qaynotam ham tirik edilar, u kishi yordam bergan. Bilan katta qilishda o'zi bo'lmaydi-ku. Ana berardik, kasha berardik, shunday qilib katta qilganmiz ikkalasini. O'shalar yordam berishgan ko'p. Qiynalgan vaqtlarimiz bo'lgan. Ikkalasini bir vaqtda ko'tarib chiqishda o'zi bo'lmaydi, yordam beradigan odam bo'lish kerak. O'sha ko'tarib chiqishlarga jiyanlari ko'tarishib, shunday qilib yordam berishgan. Bab ikkalasi uxlagan vaqti bittasi uyg'onib qolsa, bittasi uxlab turadi. Shunday vaqtlar bo'lganda bittasini tinchlantirsangiz, bittasi yig'lab turadi. Shu bular birinchi maktabga borish jarayonida Hasanimni nulovaga qo'yganmiz. Zuhram biroz mazasi bo'lmay qolgan. Keyin bu nulovaga bora olmagan. Keyin shunda boraman deb janjal qilgan, men ham boray degan. O'shanda yelkamga ko'tarib maktabga olib borganman. Yelkamga olib ichlar. Zuhram maktabga borganman. Darsga qatnashtirib, yana ko'tarib uyga olib kelganman. Shunday qilib keyin bular Qarshi maktabda shu vaqtgacha o'qib kelyapti. Hozir endi shu yildan bu yoqqa 114 maktabga o'tkazdik bilan. Hozir shu yerda o'qishyapti endi. Turmush o'rtog'im sinfdoshim o'zimni. Bitta maktabda, bitta sinfda o'qiganmiz ikkalamiz. Shu sevishib turmush qurganmiz turmush o'rtog'im bilan. Mana shu tanishtirgan egizaklarim, mana bu Hasan, bunisi Zuhra qizim. Endi ikkalasini ta'riflasam, ikkalasining xarakteri ikki xil. Boya aytganimdek, ikki xil xarakterga ega. Zuhram og'irroq, Hasanim sal sho'xroq bola, pozitivniy. Endi hozirgi kunda bu ikkalasi Hasan o'g'lim ingliz tiliga repetitorga boradi. Endi yurist bo'lmoqchi, niyatlari, katta orzulari erishsa iloyim. Bu qizim koreys tiliga qiziqadi. Hozir to'garakka ham qatnashyapti koreys tilidan. Endi Xudo xohlasa Koreyaga o'qish niyati bor. Niyati amalga oshsin. Endi ko'cha-ko'yda ko'rganlar o'xshatishmaydi. Unchalik. Endi bir o'g'il qiz bo'lgani uchunmi, ismini aytishgan vaqtim hayron qolishadi. "Ya, bular egizakmi?" deyishadi. Ha, egizak deyman. Bir-biriga o'xshamaydi-yu, lekin nima desam bular gatingga nima deyishdi? Ikkalasi bir-biriga o'xshamaydi. Bir oilada gaplashib, suhbatlashib o'tirgan vaqtimiz ham surishib qoladi-ku. Shunda ham
Ikkalasiniki baribir farq qiladi. Ana fikrlash farq qiladi-da. Bu boshqacha fikrlaydi, bunisi boshqacha fikrlaydi. Yoshligida rasm chizishga qiziqardi. Ikkalasi ham, bunisi ham rasm chizardi. Kichkina vaqtdan rasm chizishga qiziqardi. O'xshash jihati shu deb o'ylayman. Farzandlarni nima xohlashiga ko'proq e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Hammaning fikri har xil. Hammasini o'zini naqasi fikri, o'zini dunyoqarashi bo'ladi-ku. Shularga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Endi bular hozir baribir balog'at yoshida sal qiyin bo'ladi, balog'at yoshida erkalik qiladi. Baribir o'zgaradi-ku, balog'at yoshiga kelgan vaqti bolalar. Endi hozir shu davrdan o'ta boshladi bular, o'tdi deb o'ylayman hozir. O'zini tutib olgan ikkalasi ham. Nisbatan xushchaqchaq bo'lmayapsan. To'liq o'tirib. O'zi bu sho'x, bu o'g'lim. To'g'ri tur, menga qarab tur o'g'lim. Xijolat bo'lmang, yaxshi tur. Ko'zing suzmay. Endi bunga savol berursangiz, bu ochiladi ozroq. Ona sifatida tashvishlanishim, endi qizlarim yaxshi turmushlarga chiqsa deyman, yaxshi insonga. O'zlari tanlasa ham mayli yaxshi inson bo'lsin deyman. Niyatlarim shu, keyin orzu maqsadlariga erishishni xohlayman hammasini. Kelajakda o'zlarining hammasini orzulari bor, yuksak maqsadlari bor. Shularga erishishini xohlayman. Hammasi kulib, xursand bo'lib yurishini xohlayman-da xullas. Qanchalik o'xshash va farq qiluvchi deb hisoblaysiz? Qanchaga bir-birlariga o'xshaysiz? 40%. Yuz jihatlari sal tortadi. Bo'yimizda tengligi. Men sal balandroqman. Bizlar bitta sinfda o'qiymiz. Asnoviy Zuhra uydagilarga xato chiqsam ham aytib bermaydi bu. Plyus tarafi shu bu. Tayyormizmi? 1 2. Ha, 1 degandanmi? Eshitgan emas. Demak 1 2 18. 18. Ama gapga qaytardi. Ko'rding ikkalangniki. Qaytib. 1 7 2 24. Onu ustida 122. Raqam kelmadi. Ikkinchisini boshqa. 7 2 28. Ne aytaylik? Qoldi endi. Mayli, Zuhra bilmayman. Aldamaman. Yo'q, aldamayman. Maktabda. Ko'pincha. nima deydi? Esimda yo'q. Masalan, maktabda urushdi deydi, lekin men urushmagan bo'laman. Masalan, oson tarafi shu boshqa sinfda o'qisa, ko'pincha nima desam bo'ladi? Nima deyman? Yordam berish. Yo'q, yordam bermaydimi? Bitta sinfda o'qiganimiz bilan umuman bitta odam nima desam, egizakligimizni hech kim bilmaydi. O'qituvchilar ham hech kim bilmagan. Prosta begonada yuramiz, bitta sinfda o'qisak ham hech kim egizak deb o'ylamaydi. Ko'chada begonada yuramiz ko'pincha. Umuman bir xil kiyinmaganmiz, bir xil rangda, bir xil narsani, bir xil narsalarni ham yoqtirmaymiz. Kichkinaligimizda kiyinganmiz bir xil opam bilan. Bizlar xohishimiz bilan emas. Nima xohishimiz? Kichkinaligimizda xohishimiz o'zimizga bo'lmagan, o'shaning uchun bir xil kiyinganmiz. Opam bilan men, akam bilan Hasan bir xil kiyinganmiz. Keyinchalik o'zgarib ketgan. Yoshligimdan umuman aka demaganman, hozirgacha aka demayman. Bitta shu akam aka deyman. Yoshimiz bir xil bo'lgani uchun, bitta sinfda o'qigan, har doim birga yurganimiz uchun aka deyish boshqacha tuyulgani uchun aka demayman umuman. Aslida tarbiyaga e'tibor berganimizlarga. Qarab yur. Aslida singlimga qarab yur deyishgan. Keyin halollikka o'rgatishgan. Keyin birovning haqqidan qo'rqishlikka, ulardan yiroq yurishga, birovning haqqidan hech qachon olmaslikka o'rgatganlar. Kichkina vaqti mazasi bo'lmay больницаga tushib qolganga, nasarim juda og'ir kechganda, oshqozonida отравление bo'lib qolganda sutdan. O'shanda bu og'ir ahvolga tushib qolganda 3 kecha uxlamay tepasida o'tirib chiqqanman. 3 kecha. 3 kecha umuman uxlamaganman. Aslida
erkak kishi qiladigan ishlarni o'zim qilaman. Va qiz bola qiladigan ishlarni o'zi qiladi. Takliflar biriktalari mendan chiqadi, ko'plari Zuhradan chiqadi. Hayotim davomida bir marta borganman. Masalan, darslarni birga qilamiz, lekin uy ishlarini birga qilmaymiz. Yolg'on gapirmayman-ku. Ha, nima, yoshligingda birga qilgansan-ku. Qanday yoshligimda birga qilganman? Jismoniy jihatdan ish qilishimiz, bir-birimiz bilan bir xil ish qilmaymiz hech qachon. Masalan, biron joyga borib qolsa, ozgina fikrlash jihati salgina o'xshab ketadi. Sayr qilish. Masalan, sayr qilish fikrlari ko'pincha Zuhradan chiqadi, bir ikkita fikrlar mendan chiqadi. Zuhradan chiqqan fikrlarni bir ikkitalari atmay o'tib ketadi. Aslida hamma har doim aytgan fikrlar boriladi yoki o'sha bajariladi. Men hech o'zi bunga sir aytmayman. Zuhra asovni ko'p fikrlar o'ylamasdan aytadi, lekin o'sha fikrlar xato bo'ladi, o'ylamasdan aytgan fikrlar. Teskarisi bo'ladi. Teskarisi bo'ladi. Narsa yo'q. Bu ko'chada ko'p kulib yuradi, hamma buni o'sha kulib yuradigan odam deb o'ylaydi, lekin aslida o'sha jahli chiqsa to'xtatib bo'lmaydi hech narsadan. Jahli chiqsa, urushsa yoki maktabda ham ko'p urushlar bo'lgan. Hammasida o'zim qatnashganman. Urushlarning ichida har doim urush bo'lganda o'sha ajratib turganman. Bularni hammasini aytmaganman uydagilarga. Jahli chiqsa to'xtatib bo'lmaydi, shunisi bor. Tez jahli chiqadi. Jahli chiqqanda hech narsa ko'ziga ko'rmaydi, shunisi bor. Ko'p urushamiz, sababi o'sha fikrlarimiz bir-biriga to'g'ri kelmasligi, keyin xohlaydigan narsalarimiz to'g'ri kelmasligi, o'sha bo'yicha ko'p urushamiz. Bir marta hazilda o'sha boshimga yostiq otganda burni qonab ketgan boshim chayqalib, shunaqa bo'lgan. Unaqa holat ko'p bo'lgan. Endi esimga qolgani shu. Men masalan o'zim tanimagan odam bilan kulib gaplashmayman. Bu bir. Ikkinchidan va o'zim yaqin olgan insonlarim bilan o'zim ochiq oydin gaplashaman. Masalan, ochiq oydin deganga shu hazillashib, kulib gaplashaman bu. Tanimagan odamlarim bilan juda jiddiy gaplashaman. O'zini og'aynilar bilan shunaqa pozitivni kulib gaplashadi bu. To'xtatib bo'lmaydi buni umuman. Birlarga sovg'a berganmisizlar? Shu yoshgacha. Tug'ilgan kunlaringizda sovg'a bermagansiz? Bularga sovg'a berishar. Sizlarga sovg'a berilganmi? Men berdim-ku. Bergan, esingda. Bakal beruvdimmi deyman. Bakal beruvdim menimcha. Yoshligimda 5-sinf paytim o'sha bakal sovg'a qilganman. Upakovka qilganman. Hozir ham bormi? Bilmayman, sinib ketgan bo'lishi kerak. Yo'q, bor, nima sanadi? Yo'q, sinib ketgan. Yo'q, sindirgansanmi, to'g'ri? Onam tarafdagi qarindoshlarimiz bilan ko'pincha futbolga, o'sha mahalladagi o'sha bolalar bilan futbolga boraychidik. Keyin boshqa maktablarga yuraychidik. Daran tarafdagilar bilan aslida daryoga boraychidik. Keyin baliq ovlagan boraychidik, tut tergani boraychidik. Keyin ot mingan boraychidik. O'sha Zuhraning plyus tarafi uyga kelib, hamma narsani, mayda cho'jalarni ham aytib o'tdim endi. Boshqa egizaklarni o'sha Zuhrasi ko'pincha onasiga ko'p narsani aytib turadi-da. Lekin bu uncha ko'p aytmaydi. Masalan, jahli chiqqan paytda qiyin vaziyatlarni aytadi. Rasm chizishda, rassom bo'lamiz, bunday aytib bor, yolg'on bo'lsa ham. Yolg'on gapirmayman-ku. O'sha yoshligimizda birga rassom bo'lishni orzu qilganmiz. Yolg'on gapirmayman-ku. Qabilsana? Yo'q. Oldindan sarbisa ham qobiliyat bo'lgan menga. Bu o'rgangan shuni. Uncha qobiliyat bo'lmagan. O'sha mashq qilgan, o'rgangan. Mehnat orqasidan menga aslida mehnat ham bor, endi ko'pincha qobiliyatim bor mana rasm chizish bo'yicha. Men Hasan Zuhrani opasi bo'laman. Doim birga katta bo'lganmiz. Bular 2008-yilda tug'ilgan. Tug'ilishdan oldin juda ham qiziq voqea bo'lgan. Hasan Zuhraligini bilishmagan.
Biz ham bilmaganmiz, lekin o'sha ayam o'sha 2 qat bo'lganlarida har kuni men qiz bo'lsin, ilohim menga sherik bo'lsa, qiz bola bo'lsin deb dasturxonni bo'yida omin qilganman. Keyin akam esa mendan katta akam bor. Ular esa o'g'il bo'lsin deb omin qilardilar. Dasturxon 1,5 soatgacha yopilmasdi. Yo'q qiz bo'lsin, yo o'g'il bo'lsin, yo'q menga qiz bo'lsin, yo akam o'g'il bo'lsin deb ikkalamiz har kuni talashib qolardik. Keyin mana Allohning bir mo'jizasi ikkalasi ham bo'ldi. Ikkalamizni istagimiz ham amalga oshdi. Hasan Zuhra bo'ldi, menga qiz bola ham keldi, akamga esa o'g'il bola bo'ldi. Ikkalasi ham tug'ildi, egizak bo'lib. Juda ham xursand bo'lishgan. Xullas Hasan bo'lgani uchun juda ham hamma xursand. Hasan. Xullas Hasan Zuhra bo'lgani uchun juda ham xursand bo'lganmiz. Ayam bilan dadam ham juda xursand bo'lishgan. Ayniqsa o'sha bizni duolarimizni ular ko'rib turishgan, niyatlarimiz amalga oshgani uchun, Hasan va Zuhra bo'lgani uchun, akamga ham, menga ham, meni ham istaklarimiz amalga oshgani uchun juda ham xursand bo'lishgan. Keyin esa qizg'onish boshlangan. Aynan menda, chunki men ikkinchi farzand bo'lganman. Ota-onamning erkatoyi bo'lganman. Keyin bular tug'ilgandan keyin bularni katta qilish qiyin bo'lgan. Menga e'tibor umuman qaratilmaganki. Qaratilgan, endi qisman erkalik davridan chiqqanman. Juda ham menda qizg'onish bo'lgan. Har kuni kechqurun yig'lab chiqqanman, menga qarab yoting deb. O'sha paytlar kichkina bo'lganmiz. 2010-yillarmi, 2009-yillarmi. Men 4 yosh edim. Har kuni yig'lardim, menga qarab yoting, menga e'tibor qaratmayapsiz deb ayam bilan dadamga. Ularni erkak qizi bo'lganman. Keyin shu bilan qizg'onishlar boshlangan. Keyin bular katta bo'lishgan. Katta bo'lgandan keyin ham men kichkinaligim uchun, ikkinchi farzand bo'lganim uchun bular bilan ko'proq men muloqot qilardim, ko'proq bular bilan men o'ynardim. Akam bizdan katta bo'lgani uchun umuman juda ham jiddiy qo'shilmasdilar haligacha ham. Bular bilan ko'proq til topisha oladigan men bo'lganman deb o'ylayman. Hozir bular 10-sinfda o'qiydi, men o'zi universitetda o'qiyman. Hozirda Toshkentga ko'chib kelganmiz, oilaviy Toshkentda yashaymiz. Singlimlarning maktabini ham yaqinda hozir endi o'tkazdik. Toshkentdagi maktabda, o'zi Qashqadaryoda o'qishgan. Singlim bilan birga har doim muloqotdamiz. Ko'proq endi o'sha yoshligimda ko'proq qiz bola xohlaganligim uchunmi, hozir yaxshi singlim bilan ko'p gaplashamiz, maslahat qilamiz, nima qilmoqchi bo'lsak ham bir-birimizdan maslahat so'raymiz. Ayniqsa Zuhra mendan maslahat so'raydi. Men ham o'zimning fikrlarimni singlimga bo'lishaman. O'zi bular hayotdan umuman boshqacha. Hasan hayotda o'zi sho'xroq, hammani kuldirib yuradigan, oilada ham shu dasturxon bo'yida o'tirsak ham eng birinchi dadamni ham, ayamni ham hammani kuldirib turadigan o'zi Hasan. Hammani kayfiyatini ko'tarib. Lekin bugun bilmadim, hayajon bo'ladi. Endi bular birinchi marta kameraga gapirishi, birinchi marta o'sha kamerada chiqishi. Shu uchun hozir ozgina hayajon bo'lyaptimi, lekin uyda pozitiv Hasan. Zuhra og'irroq o'zi, tabiatan ham, xarakter jihatlari ham, fikrlari og'irroq, yurish-turishlari ham og'irroq. Bu ikkalasi umuman bir-biriga o'xshamaydi. Hasan shu dadam tarafga o'xshaydi, ayam, Zuhra ayam tarafga ko'proq o'xshaydi. Xarakterlari umuman bir-biriga o'xshashmaydi. Hasan Zuhra bo'lsa ham har doim fikrlari ikki xil joydan, ikki xilcha fikrlashadi. Bitta joydan chiqmaydi fikrlari. Umuman hech kim egizak deb o'ylamaydi. Har doim kelganlar ham, ko'rganlar ham Hasan Zuhra ukam bilan singlim bor desam, yo'q, shunaqami? Hasan Zuhrami bular egizakmi o'zi deb hayratda qolishadi-da. Umuman o'xshatishmaydi egizakligini. Aytganimdek, biz oilada 4 ta farzandmiz. Akam, men va egizaklar.
ularni xarakter jihatlama o'xshatishni aytsam, men bilan ukam ko'proq o'xshaymiz bir-birimizga. Zuhra singlim bilan akam ko'proq o'xshaydi. Ular ham Zuhraga o'xshab og'irroq, jiddiyroq. Ona sifatida baxtliman. Mana shunday farzandlarim borligidan faxrlanaman. Har bittasi o'zini kasbini egasi bo'lsin. O'zini sevgan kasbini egasi bo'lsin. Allohim shunday farzandlar hammaga nasib qilsin.